Yaqindagina nikohdan o'tgan yosh juftlik cherkovdan qaytayotgan edilar. "Xo'sh, Variya", dedi eri. "Qani soqolimdan ushlab bor kuching bilan tortib ko'rchi." "Nimalar deyapsan? Jinnimisan?" "Yo'q, iltimos, o'tinaman sendan. Ushlaginda vahima qilmasdan tortaver. Masxarabozlikni bas qil. Nimaga bunday deyapsan o'zi?" "Variya, o'tinaman. Buyuraman endi. Agar meni rostdan ham sevsang, soqolimdan ushlaysan va tortasan. Mana soqol, tort. Ovora bo'lasan. Bunday qilmayman. Umr bo'yi sevgan odamimga ozor yetkazish? Yo'q, hech qachon." "O'tinaman", deya yalina boshladi yangi kuyov. "Tushunyapsanmi? Men senga iltimos qilyapman va talab qilyapman." Nihoyat uzoq tortishuvlardan so'ng hech baloni tushunmagan xotini o'zining nozik qo'lchalari bilan erining soqolidan tutdi va kuchi yetganicha siltab tortqiladi. Xo'jayini esa hatto yuzini tirishtirmadi ham. "Xotirjam bo'laver. Umuman og'riqni sezmayapman", dedi u. "Xudo haqqi, sirayam og'rimadi. Qani, bo'ldi, to'xtat. Endi mening navbatim." Er xotinining bir tutam sochlaridan ushlab, kuch bilan torta boshladi. Xotini esa og'riqdan chinqirib yubordi. "Mana endi azizim", deya xulosaladi eri. "Ko'rdingki, men sendan anchagina kuchli va chidamli ekanman. Buni har gal menga musht o'qtalganingda yoki ko'zlarimni o'yish uchun, timdalash uchun taraddudlanganingda yodga olishing kerak. Qisqacha aytganda, xotin o'z eridan qo'rqishi kerak. Tushunding?"